Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Uyg'urlarning lideri va Uyg'urlarning onasi va shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Rabiya Qodir xonim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Assalomu alaykum Rabiya ana, Gollandiyaga xush keldingiz. Rahmat. Mushqitimga Gollandiya safari nima maqsadlar bilan keldingiz? Qanday bir faoliyatlar bo'lib ketdi? Mushaqda bir qisqa bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Aldı bilan ben bütün axbarat orunlarına neçə gündən yaq sözlədim. Bugün özümün farzandlarimninki qo'ldan kelishçe yasab chiqqan Erk TV deganga so'zlayapman. Albatta avval özümün farzandlariga, özümün xalqimga ovozimni berishim kerak. Men sizlarninki mushunaq tirishchanlik bilan hammanglar o'z olaydiliginglar bilan xuddi bayatın Tibetlar mushuna chiqqandak birsinglar TV, birsinglar websayt, birsinglar boshqa narsa qilib har qaysinglar birsinglar madaniyat, masalan Germaniyadagi Gulnar, nimedeki Amerikadagi Zubayda xonimlar mush Uyg'ur ayollar komiteti qurgandak Uyg'ur xalqi bağansır uygunup özünün qo'ldan kelishcha alaydiligi bilan dunyodagi Uyg'ur davası ve Uyg'ur xalqining ozodligiga his qo'shayotidu. Avval men sening o'zing bilan bu savolingga javob berishdan burun qilgan xizmatingga rahmat aytaman. Ham tabriklayman seni shu Erk TV'ni ochib Uyg'urlar uchun qilayotgan ishingga. Ondan keyin balam Gollandiya masalasini so'rab qolding. Gollandiyada mening filmimni qo'ydi ekan. Film festivalida. Men bu yerda bütün millatlarninki o'zining filmlarini akilib, film festivaliga qo'yib, o'zining xalqini qanday tashviq qilayotganligini ko'rdim. Bu mening filmimni qo'yish emas, mening filmim orqali Uyg'ur xalqining 60 yildan beri tatgan azob oqibatlarini bu film yozuvchi yezib chiqibdi. Men shuning bilan birga barliq Uyg'ur xalqining tatgan azob oqibatlarini Gollandiya xalqiga anglatish va Gollandiyadagi barliq hozirgacha o'zininki bu yerda qilish rasmiyatini bejiranmagan Uyg'ur musafirlari, sargandar farzandlarimning ahvolini bir taraf qilish, chunki butun dunyodan Uyg'urlar nihoyat ko'p bo'libmi yoshlar Gollandiyaga qochib kelayotganqa, bu yerdagilarning ahvoli intayin og'ir ekan. Xitoy hukumatı Gollandiya hukumatiga besim ishlatish orqali nurg'un ishlarni nurg'un ballarga negativ va rad qilish kapti. Shu masalalarni bir taraf qilish va Gollandiyadagi barliq Uyg'ur xalqining ahvolini so'rash, Uyg'ur xalqining ahvolini so'rash ham hal qilishga tegishli meseleleri bo'lsa hal qilib berish. Shuning bilan birlikda Gollandiya hukumatinin mush Yevropa parlamentinin ichidagi bir ovoz bo'lganligi uchun Yevropa parlamentida va butun dunyoda o'zining davlatida Uyg'ur masalasining, Uyg'ur xalqining ozodligiga bir kishilik ovozini qo'shtirish uchun men bu Gollandiyaga bir necha qatim keldim. Rahmat Rabiya ana. Sizden hem tunji qitim suhbat üstüne geldim. Aslida 100 minglarcha savol bor, ya'ni so'raydigan endi bu qitim sizden hem bir xalqimizningki pek bilishga tegishli narsadan birisi. Bu sizning 5 yildan beri endi sizning chiqishingiz nihoyat bir mo'jiza. Mushu bir qanday bir g'alabalar qo'lga keldi, qanday bir mag'lubiyatlar bo'ldi. Mushu bizning Uyg'ur davosi haqida bir qisqa bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Mushu 5 yildan beriki. Har qanday bir g'alabalarning yo'lida mag'lubiyatlar tutishib bilmadi. Mag'lubiyat bo'lmay turibmi g'alabaga erishadigan ish bo'lmaydi. Men Uyg'ur xalqi tarixda shu 5 yildan beri bu 5 yil Uyg'ur xalqining tarixida o'chmas va mo'jiza yaratgan 5 yil deb qarayman. Malli emas bu 5 yil ichida men bilan davoni birlab berayotgan, malli emas bu 5 yil ichida bütün davoga qinini to'kayotgan, malli emas bu 5 yil ichida mening atrofimga o'lashgan, meni qo'llagan, menga ishongan va men ularga ishongan, o'zining xalqining ozodligiga o'zini otagan, dunyoning ichi teshidagi barliq jangchilarningki g'albisi. Bu 5 yil
Uyghur halkının en uyganğan 5 yılı. Bu 5 yıl Abdühalik Uygur'un nalısını anlayan 5 yıl. Bu 5 yıl Uyghur halkının avazını dünyanın hem yeriga yangratkan 5 yıl. Rabia Kadır'ın avazı emas, 20 milyon Uygur'un avazı bir yerge toplaşıp, bir avaz olup, bir küllük astığı oluşup, birlik kelip ittifaklaşkan, misli körülmegen derecede 90%'den artık Uygur'un ittifaklaşkan 5 yıl. Şunun için ben bu tarih yaratkan 5 yıl içinde gerçi acayip möcüzelerini yaratıp, halkımını azat kılıp, Şark Türkistan'da menin halkımның koluğa əpirənmegen bolsam mı, әні şunun köyrüğünü sağan 5 yıl, әні şunun işiklerini içip atkan 5 yıl, әні şununla yıkıllaşkan 5 yıl. Bu 5 yıl, ben bu 5 yıl üstüdeki məğlubiyet, galbə dep kaldınız. Muhbir efendim, məğlubiyetle her kandak vaxtıda qalbinin asında putlaşıp durdu. Her kandak bir məğlubiyetle şu qalbinin asas sağıcısı ve şu qalbinin tecrübesi ve şunu tecrübelerini yekünleş arkalık her kandak bir devlet, her kandak bir millet, her kandak bir teşkilat, her kandak bir hakimiyet ana şu qalbilerge erişti. Şununla bunun da bizning məğlubiyetimiz dep qarasak 7. ayının 5'deki vaqa qarindaşlarımızны turmudan qutulduranmadık. Mınlıgan, 10 mınlıgan qarindaşlarımız qanğa milenip ketdi. Biz ulanı Xitayning tömür tapının tegidan tartib alanmadık. Biz ulanın köz yeşini toxtutanmadık. Biz o qarindaşlarımızdan turmudan ab çıqanmadık. Xitayning tayığı astıdı. Bu bizning bir tarafdan məğlubiyetimiz desek, yana bir tarafdan ölümge özünü atağan qarindaşlarımızdan ki, özünün azatlığı için barlığıdan keçəligen halkımızdan oyğanğanlığı, çokum Xitay hükümetini sınıp tügep ketkiçi, biz özümüzden erkinliğimizni talep kılıp namayiş kılıp oturgu çıkmen diyeligenligi, Abdühalik Uygur'un sadasını anlığanlığı dep qarayman. Menin 7. ayda Muşu Ürümçi vakasida 7. ayının 5'ide çıkan qarindaşlarımның hergiz tökülgen qallarının bika ketmeydiganlığına, o turmudikilerinin tatkan azaplarının bika ketmeydiganlığına, yakın kelgiside ulanı turmudan kutuldurup çıkıdığanlığımızga, biz bütün dünyadaki vatan işçi ve teşhidiki barlık küreşçilerimiz, bütün tedbirlerimizle turmudikilerini kutuldurup çıkış için küreş kılımız, şunun közüm yetidi. Barlık tedbirlerimizni birleştirip, yanı texmi mükemmel ittifaklaşıp, birbirimizni keçirip, buzgunçılık kıvatkallarını jitim kaldırış ve buzgunçılık kıvatkan Xitayning intayın az sandaki bir persen casuslarını süpürüp taşlaş arkalık biz yollarımızda içip ya bu ulanı adam kılıp terbiyeleş arkalık biz 7. ayının 5'i Ürümçi vakasideki qarindaşlarımızın kısasıga cevap verimiz hem ulanı Xitayning tömür tapını astıdın Xitay hükümetinin zulümü astıdın kutuldurup alımız dep oylayman. Şunun için bu 5 yıl Uyghur halkının en uyganğan, en köp bedel төлеген 5 yılı. Hem en köp uyganğan 5 yılı. Barın vakası olsun, 3 vilayet inkılabı olsun, 33. yılki inkılap olsun, ya ki ili vakası olsun, bizning halkımız manımış 60 yıldan beri 200 yılga yakın vaqt içinde özünü rakibi qancha qırsa, qancha öldürse, qancha bastırsa, hiç kandak nersiden korkmay, bir gün jim turmay özünün azatlığı üçün küreş qıp geldim. Ben şu halkның kızı bop qalğanlığımdan fəxrlenimen ve şu halkka ana dep meni atığanlıq üçün fəxrlenimen ve ben şu halkka milli davasının yetekçisi bolğanlığım üçün ben fəxrlenimen. Ben bulanı o vazifelerini üstümge alalığanlığım üçün bu 5 yıl içinde ben özüm üçün intayın fəxrlenerlik bir 5 yıl ben 5 yıl içinde her kandak bir tavlanışqa buluduğun can meydanının içinde tavlanıp çıktım dep oylayman. Köp rahmet Rabia ana bu hakikaten 5 yılda hem de hiç kim köz yemmaydigan bir şallık bir tarih. Hem de hazır çetellik uygunluğumuz arasında sizge biraz mesela Rabia Kadir Hanım başka teşkilat kurdu iken ya ki bu Dünya Uygur Kurulu'nun ispa verirken degендek bir gepler boladı. Bu mesela halkımızga hakikaten bir yaman tesir edip kildiğen bir gep dep qarayman. Bunun qanday qaraysiz? Bu ras gepler mi o? Elbette bu qitim men Dünya Uygur Kurulu'nun ki 7. ayının 5'deki vakanı müzakir qilish yig'iniga bordim. Biz ciddi bir yığın çağırdık. Bunun da amumen bütün dünyadaki ziyalilerimiz bilen bir ortaklaşıyla da bir yerge geldik. Köpçülüknün ki yezip ekegen tekliflerini müzakir kıldık. Hem
biraz yetersizlikler özara talaş tartışlar oldu. Bu bizde emas, her qandaq bir ezilayotgan, her qandaq mustamlik millatlar hatta bir-birisi bilan mushishib ketadigan. Bunda ahvollar yuz beradi. Lekin mening atrofimda va Xitoyningki cho'moqchilarining orasida Robiya Qodirni bir amal qilib siqib chiqarib olsak, Robiya Qodirni bir amal qilib chekindirsak, Robiya Qodirni dot bu ishni qilmayman, to'ydim degisak, ondan Uyg'urning ovozini yo'qtimiz deyotgan Xitoyning qo'li yo'q emas. Bu 1 milyard 300 milyon Xitoyning boshqarayotgan Xitoy hokimiyatining menga selayotgan millionlagan pullarni xajlab, meni bu yerdan chekindirish orqali mushu davoni yo'qtiman degan niyati bor. Men va mening atrofimdagilarni hech kim bizni zeriktirolmaydi. Biz har qandaq to'salg'iga, har qandaq suiqasdga, har qandaq o'zini maqtab bakatumay ballarni o'z atrofiga o'lashtirib, to'ydirmay ballarning yampishig'i o'kulni urib men qarshi qilib qo'ydiganlarga, hammasidan mening farzandlarimda qo'sig'ida son bor ekan. Her qandaq suiqasdparastlarning atrofida o'tirib hikoyasini anglaganda, ular hammasi ha deb qo'yib, suiqasdparastlarning suiqasdini uqib, menga deb inkas qilib turdi. Ba'zanlar haqiqatan o'tirg'i chiqdi bu. Bir kunmi su jimyasi yotdi, Xitoyning dushmanlari Xitoy parastlar jimyatmidi. Robiya xonim, sizni dunyoga ochib qo'ydik. Robiya xonim, sizni qo'llaymiz deb turib, astirtin nayt ustalik bilan menga qarshi harakat etdi. Lekin mening jangchilarim, mening vatanparvarlarim, mening ittifoqdoshlarim, 20 milyon xalqning ozodligiga qahramonlari ularni sezib yetdi va men mu sezib yetdim. Ular tarixning süpürgüsida o'zini süpürlib bir chetda qolib qoladi. Shuning uchun men dunyo Uyg'ur qultiydimmi, dunyodagi har qanday tashkilotlardimmi hargiz oqimga chekinmayman. Men bir tashkilotning raisi emas, men butun dunyodagi Uyg'ur davosining lideri. Men bütün dünyadaki Uyghur davasının reisi. Men bütün dünyadaki Uyghur davasının yetekçisi. Ta ki ahlimden qıp, ağzım jumulup, dessemez, bop qağıçı, men Uyghur halkının davası, Robiya Qodir Uyghur halkı işinip, mening qo'limga vatan işi teşerik halk tapşırgan bu vazifini ada qilib, özümning halkımni ozodlikka chiqarib, onundan keyin to'xtayman. Ta şu minutgacha hech kim meni hech qanday tashkilotning oqimiga chekindirolmaydi. Unda huquqim yo'q. Chunki bu huquqni menga birinchi yaratgan Alloh berdi. Onundan qolsa 20 milyon xalqim berdi. Bu huquqni menga bu yerda 15 odam yoki 5 odam bergan huquq emas. Men u haqni topshirib berib, u haqni topshirib oladigan vazifam yo'q. Shuning uchun men hech qanday narsadan chekinmadim. Hech kimni meni chekinin degani yo'q. Fakat lan Dünya Uyghur Qurultayının işçilərdə öz ara yığın bolğan vaxtında biz sözləşkən vaxtında ma vəzifəm bək eğirləşib ketib, mən ma dava işləri yaman ciddilişib ketgan bolğaşqa, mən bir qism eğir tövəndə hal qıladigan, məsələn təşkilatçılıq, başqa uşaq düşək işlərini başqa 6 mavi reis olğanlıq üçün hər qasığa vəzifə bölüb verdik. Mening işim yeniklensin deb. Ben şununğa bunu xalqның arasına naydı muvafiq emas gaplar taqılıb ketibdi. Bunun hammasi Dünya Uyghur Qurultayidagi mening atrofimda birga ishlayotgan odamlarni hech kim hech qachon parchalamaydi. Biz mi parchalamaymiz. Tarixda buningdan 6-7 yil burun ya 10 yil burun o'ynagan o'yinlarni hech kim o'ynayamaydi. U o'yin modadan qoldi. Shunda bo'lg'achqa unda o'yin o'ynaydiganlarni xalq supuraydi. Köp rahmet Robiya ana. Sizin vaqt sebebinizden hazır yana aldırdı başkalar. Bu en ahırda bu chet eldeki Uyg'urlardan bo'libmi, yoshlardan qanday bir umidlarni kutyapsiz? Bu shaqt bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Men chet eldeki va vatanning ichi teshidagi Uyg'urlardan hargiz yolg'iz chet eldeki emas, hargiz umidsizlanmasligini, ham zich ittifoq bo'lishini, bir-birini kechirishini, uşaq ibtidai vaqtdagi uşaq gaplarni tashlashini, ham bütün zihnini, bütün axloqini, bütün vücudini vatanning ichida turmida yetayotgan, vatanning ichidagi uchuq turmida yashayotgan qarindoshlarini qutuldirishga bog'lashini, bütün ahlini shuningga ishlatishini, uşaq ishlatadigan ahlini ashundaq har qaysi o'z aloyidligi bilan butunlay Dünya Uyg'ur Qurultayi va mening atrofimga zich toplashib, biz birlikda kuchni birlikka akilib parchalamay, nihoyatda o'zimizning xalqimizni yaqin kelgusida erkinlikka ochishimizni, buningdan barliq tadbirlarni amalga oshirishimizni, bo'libmi yoshlar, biz yaqinda yoshlar Dünya Uyg'ur Qurultayining yoshlar komiteti va buningga biz shu yoshlar komitetiga Samat apandimni mas'ul qilgan
Ben bütün dünyadaki yaşlarga, bütün dünyadaki barlıq təşkilatlarga, yaşlar komitetlerini ait çıraylık kurup, şu yerdeki yerlik təşkilatlar bilen sizi ittifaklaşıp, özünün xalqının erkinliği üçün ve özünün xalqının medeniyetinin tügep ketmesliği üçün, özünün xalqının tarih ve enenlerini ügütüşü ve özünün dini itikatının yoqap ketmesliği üçün nait yaxşı faaliyetlerini ipirişini bütün yaşlarının keçip çıkış pürüstüge erişeligenken vatanının azatlığı halkının ahuzarını bir minut mu unutup kalmasligini, Rabia Kadir anısını yalğız taşlıp etmesligini ümit kılımı. Rahmet Rabia ana, ziyaretimi qabul qilganingiz uchun haqiqatan rahmat, salomatlik va uzun umr tilayman. Rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz mishada oyoqlashdi. Oxirida televizor ko'ruvchilarimizga shundaqla asosli Dunyo Uyg'ur qurultiyiga tövendikidek bir ochiq xatni o'z eg'zim bilan e'lon qilmoqchi. Bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining ishki komitetining boshliqlari, taftish boshliqlari va tashkiliy xizmatlarga mas'ul boshliqlarning buning cho'qim bir javob berishini xalqimiz umid qiladi. Ham biz Erik televiziyasi buning nihoyatda javobini saqlab turug'liq. Bu yerda masalan oldingi haftalarda Gollandiyada ikki Uyg'urning Xitoy televiziyasiga chiqib so'zlaganligi haqida bir programma ishlangan. Bu programmaga nisbatan dunyoning har qaysi taraflaridan yaxshi yomon fikrlar ko'plab keliglik. Bo'libmi bu yerda hozir Erik televiziyasiga bo'lgan besim nihoyat cho'ng bo'ldi. Buning Dunyo Uyg'ur qurultiyi, bu yerdagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi ga tava bo'lgan Şarq Türkistan Uyghur Birligi Təşkilatının reisi Bəxtiyar Nasir əpəndimdən özünün xatalıqını tunup TV'de sözdəydi, amma haqiqatan Erik televiziyasıdakılarga şəxsən olaraq mənə özlüksüz qılğan hücumları çekidən eşib ketiglik. Əgər bu şekildeki hücumlar bo'laveradigan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi təvəssüdəki bir adamның ayıbını echish bunda xatarlik holatga bo'lgan bo'lib, buni Dunyo Uyg'ur qurultiyining təftişləri və təşkili xizmətki məsul adamları aniqlamaydigan özü yeni guruhbazlık şekilde bu yerdeki Uyg'urlarning tüp menfaatiga ziyonli ahvollar shunday ko'rilaveradigan bo'lsa, bu yerda Erik televiziyasi bugundan boshlab to'xtab qolsaqmi bo'ladi. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu shekildagi ishlarga ya'ni ko'ngil bilmasligi, ya'ni bu ishning oxirida cho'ngayib aldını ağıl bo'lmaydigan darajaga yetib borgan holatga keltirib chiqishi bir necha qitim bo'lib yuz berdi. Bu qitim ham Baxtiyor Nasir bilan Gollandiyalik Uyg'urlar o'rtasida nurg'un voqealarning yuz berganini Dunyo Uyg'ur qurultiyining ba'zi bir cho'ng raislari hammasi naq maydonda ko'rdi va bilib o'tdi. Bu ishlarga Dunyo Uyg'ur qurultiyining cho'qim yoki Baxtiyor Nasirni qurultiyining ichida qilish yoki o'misi teshig'i chiqarish bu haqda bir javob berishini chin ko'nglimizdan umid qilib kutib turibmiz. Gepim ba'zilarga eg'ir ketgan bo'lsa kechirasizlar. Bu yerda hech qanday bir shaxsiy g'araz bilan va yoki bir shaxsiy manfaat bilan qilingan so'zlar yo'q. Bu menga sirtdan kelingan inkoslar va bu yerdagi Baxtiyor Nasir apandimning o'zining Xitoy TV'sida qilgan so'zlarini xatoligini e'tirof qilib turib, yana bu yerga kelib menga o'zliksiz holda Erik televiziyasiga dushmanlik qilishi bu yaxshi oqibat keltirib chiqolmaydi. Shuning uchun men bu yerda Baxtiyor Nasir apandimga bu televizor ekrani orqali ochiq xat e'lon qilaman. Agar menga shaxsiy o'chmanligi, shaxsiy ziddiyat bo'lsa, menga kelib bevosita men bilan ko'rishsin. Har qanday shaklda, har qanday yerda men ko'rishga men tayyor. Chunki mening adresim, mening telefonim, mening turishlik o'rnim Baxtiyor Nasir apandimga ochiq oshkora. Bu yerda oqimizdan Dunyo Uyg'ur qurultiyining kotibi Dolqin Ayso apandim va yoki Seyittim Tirik apandim va yoki boshqa bir apandimlarga shikoyatlarni o'zliksiz to'xtamay qilib bu xildagi Erik televiziyasiga dushmanlik qilishi bu yerda bizni sal charchitib qo'ydi. Shu xalqimizning to'g'ri tushunishini Dunyo Uyg'ur qurultiyidan yana takror so'rayman, bu ishga cho'qim bir javob berishni umid qilamiz. Ko'p rahmat sizlarga.